Ruday ko'chasidan Qizildomda 2-qavatdan 80 kvadratli 3 xonali Yevroremontga qilingan kvartiramizni qisqacha obzor qilamiz. Bu tomonda podyezddan kirib kelishimiz eshigi shit Yevromontaj qilingan, mana shunaqa chiroyli prixoja mebel qilingan. Ana endi bitta xonalarni ko'ramiz do'stlar. Mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi birinchi xona bo'lyapti. Kvartiramizda dvухkonturli kotel o'rnatilgan, cho'pil radiator qilingan do'stlar. Mana bu yerda bizlarda kattagina mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxona ham juda ham chiroyli qilingan. Gilam, televizor, pardalar ilingan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli qilingan. Kuxonniy garnitura bor. Stиральный mashinka, xolodilniklar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramiz nimasi ma'qul bo'ldi? Ikkita sanuzul tushgan kvartirada. Bu yer bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek kravat, tombochka, shifoner, termo bor. Va mana bu yerda bizlarda sanuzul. Bu kattalar yotoqxonasidagi sanuzul bo'lyapti. Va общий sanuzul do'stlar mana bu yerda joylashgan. Kvartiramizni kadastr bor, bir kunni ishdan so'rab olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot pastda opsionda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib, like, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha do'stlar.